Man To'yshiyev Hikmatilla Suratovishman. 1975-yilda tug'ilganman. Jamshid akamni oldilariga onamlarni olib keldim. Igla terapiya oldilar. Avvalambor ko'zlariga deb olib kelganman. Igla terapiya oldilar. Xudoga shukr, ancha yaxshi. Endi hozir yana ozgina fursat kerak ekan, ko'kargani ketishi, lekin ikkinchi ko'zlari bilan bir xil bo'lishi, Xudo xolasa yana ozgina vaqt bor ekan. O'sha ko'karganlar ketsa yana olib kelaman, ko'rib qo'yarlar. Xudo xolasa oldinga qaraganda ancha yaxshi. Ko'rishlari, misol uchun 3-4 metr narida turgan tasbihlarni ko'ra olmasdilar. Hozir mana shu igla terapiya olgandan keyin o'sha tasbihlarni ko'rdilar. Lekin harakatlari ham yengil. Xudoga shukr. Ostonadan hatlab o'tib zinaga chiqib tushishlari ham ancha yengillashgan. Oldin odamlar ushlab yurishardi, to'g'rimi? Ushlab ehtiyot bo'lib. Hozir Xudoga shukr o'zlari zinadan ushlaydiganini ushlab chiqarlar, ushlab tusharlar. Men hojonlarning yoshlari 90 ga yaqinlashib qolgan. O'shalarni olib keldim. Hozir igla terapiya oldilar, muolaja oldilar. Xudo xolasa yana bir hafta 10 kun fursat kerak ekan, u ko'karganlari ketib, Xudo xolasa Allohdan umid qilib, Xudo xolasa olib kelib lecheniya oldi. Xudoga shukr, olgandan keyin muolajani natijasini men ko'rdim, sezdim. Xudo xolasa mana shu bir hafta 10 kundan keyin yana oldilariga olib kelib ko'rsatib ketaman, Xudo xolasa. Hozir yaxshilar. O'zlarini bardam tutyaptilar, Xudoga shukr. Yurishlarida ham yengillashgan, yurishlari ham. Xudoga shukr yaxshilar hozir ancha. Alloh taolo mehribon zot. Alloh taolo shifoyi komil, shifoyi alo ato etgan bo'lsin. Sog'ayib ketsinlar. Mana qisqa payt ichida shunaqa Allohning bir mo'jizasi bu. Bo'lmasa mana klinikalarga borganda ham gumonli bo'lib, operatsiya qildirasizlar, katarakta bor dedi. Lekin yoshlari ko'tarmaydi dedi. Doktorga kichkina ukam olib keldilar. Bir qancha klinikalarga olib borib ko'rsatib, dorilar ham yozib berdi. Uni tomizdilar ko'zga, natija bo'lmadi. O'shanda ukamlarning oldilariga olib keldi. Bu ukamlarni biz ancha yildan beri taniymiz, bilamiz. O'shaning uchun olib keldi, ukamlarda lecheniya oldilar. Hozir ancha yaxshilar, alhamdulillah, Xudoga shukr. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Rahmat.